Rayhonli 05 mehmonimiz bilan Pinterest'dagi tortcha pishiramiz. Reaksiyasini oxirida ko'rasizlar. Ikkita tuxumchani chaqib olib, shakarchani qo'shib olib, ketidan 1 stakan yog'imizni quyib olamiz. Oqarib ketguncha aralashtirib olib, Rayhon miyimiz esa 1 kosa sutni ayamasdan quyib yubordi. Shunaqa ko'pikchalar paydo bo'lgan paytda razrixlitelni qo'shib yuboramiz. Opa charchab qopdilar. Motivatsiyalar berib, unimizga seryozni qarab olib, savolni bombasini beramiz. Sizni oxirgi payt rosa ko'p узкий krugda ko'ryapmiz. Sizga bitta savol borda. Узкий krugda eng yoqadigan odamiz kim va nimaga? Ovozimga tut qo'yaverasizlar. Nimaga? Chunki prosta u samarqandlik, men ham samarqandlik. Shu zimlakda bor. Bilamiz zimlaklar qanaqa bo'lishini. Unlarni sovolib, ketidan kakao, qachoq kuchlarimizni ko'rsatib, smetanaga o'xshagan massa qilib olamiz. Qolibimizni olib, avaylab quyib olib, duxovkaga 180 gradusga 30-35 minutga tiqib yuboramiz. Ungacha shokoladlarni maydalab, degustatsiya qilib, ular uchun bizar bormagan banya qilib beramiz. Asta ustini yopib, parlatib, slivichni yog' qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tortchamiz pishdi, xudojon yoyilib ketmasin deb asta olib, ustiga shokoladchalarni surtishni boshladik. Malinachalarni terib, Rayhon olib kelgan gullarni tortchamiz ustiga quyib oldik. Voila, Pinterest'dagi tortcha tayyor. Agarda shu video 80 mingta like yig'sa, sirli yoqtiradigan insoni bilan birga chaqiramiz. Menga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin.